Assalomu alaykum, hurmatli aziz talabalar va tarix ixlosmandlari. Bugun Jaloliddin Manguberdi haqida so'zlab bermoqchiman. Jaloliddin Manguberdi buyuk Xorazmshohlar davlatining so'nggi vakili. Xorazmshoh Olovuddin Muhammadning to'ng'ich farzandi. Mustaqillik uchun fidokorona kurashi, ajoyib sarkardalik faoliyati, shaxsiy jasorati, vatanga muhabbati bilan tarixdan munosib o'rin olgan davlat arbobi. Uning mo'g'ullar istilosiga qarshi kurashi o'sha davr tarixchilari Ibn al-Asrning Al-Komil fi tarix 1230-yilda yozgan asarida, Shihobiddin Muhammad an-Nasaviyning Siyrat as-Sulton, Jaloliddin Manguberdi va Nafatul Masdur asari va Olovuddin Atomik Juvaynining tarixiy asarlari yoritilgan. Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy Siyrat as-Sulton Jaloliddin Manguberdi nomli asarida Jaloliddin Manguberdini quyidagicha tasvirlaydi. U bug'doy rang, o'rta bo'yli, turkiy qiyofali va turkiyda gapiradigan odam edi. Shu bilan birga forsiyda ham so'zlasha olardi. Uning mardligi, jasurligiga kelsak, yuqorida kifoya qilganim janglardagi faoliyatini eslab o'tish kifoya qiladi. U sherlar orasida eng zo'ri sheri edi. Qo'rqmas chavandoz lashkarlar orasida eng botir edi. U yuvosh, muloyim odam edi, jahldor emasdi. U nihoyatda jiddiy edi, kulmasdi, faqat jilmayib qo'yardi. Kam gapirardi. U haqgo'yligi, adolatni ulug'lardi. Ammo u yashagan davrdagi g'alayonlar, alg'ov-dalg'ovlar fe'l-atvorini o'zgartirdi. U qo'l ostidagi odamlarning og'ir hayotini yengillashtirishni xohlardi. Ammo u yashagan davr qonunlari uni zulm qilishga majbur etardi. Jaloliddin Manguberdi Olovuddin Muhammad va uning turkman kanizagi Ochchechakdan 1198-yil tug'ilgan. U 1215-yilda G'azna, Bomyon, Or, Bo'z, Takinnobod, Zamindavar, Shimoliy Hindiston yerlarida hokim va taxt vorisi etib tayinlangan. Momosi Turkon xotun va Qipchoq amirlarining noroziligi sababli ukasi Qutbiddin O'zloqshoh foydasiga vorislikdan mahrum etdi. Olovuddin Muhammad farzandlarini 1220-yil to'plab, o'limi oldidan Jaloliddin Manguberdi Xorazm hukmdori deb e'lon qildi. Urganch mudofaasi uchun yetib kelgan Jaloliddin Manguberdi bu yerda Turkon xotunning ukasi Humo Teginning sulton deb e'lon qilinganligi va unga suiqasd uyushtirayotganini sezib, 300lar suvorisi bilan Urganchni tark etib, Xuroson tomonga qarab yo'lga chiqadi. Nishopur yaqinida o'zidan 2 barobar ko'proq bo'lgan dushman qo'shinini yengib, shaharga kiradi. Bu yerda qo'shin to'plab, Kandahorni qamal qilib turgan mo'g'ullar ustiga yurish qilib, ularni tor-mor etadi. 1221-yilda G'aznaga yetib kelgan Jaloliddin Manguberdi ga oldin qo'shilgan qaynotasi Hirot voliysi Amunal mulkdan tashqari Xalaj qabilasi boshlig'i Sayfiddin Ig'roq, Balx vodiysi Azam Malik, afg'onlar sardori Muzaffar Malik, qarluqlar boshlig'i Hasan Qarluq o'z lashkarlari bilan qo'shiladilar. Jaloliddin Manguberdi Valyon qal'asini qamal qilayotgan ko'p sonli mo'g'ullar ustidan birinchi katta g'alabani qo'lga kiritdi. Bu xabarni eshitgan Chingizxon Sheki Tuxu boshliq 45 ming qo'shinni Jaloliddin Manguberdiga qarshi jo'natdi. G'azni yaqinidagi Parvon dashtida bo'lgan bu jangda Jaloliddin Manguberdi g'alabani qo'lga kiritgan, lekin o'lja ustidagi janjal sabab Amunal mulkdan boshqa sarkardalar Jaloliddin Manguberdini tark etishadi. Bu vaziyatdan xabar topgan Chingizxonning shaxsan o'zi Jaloliddin Manguberdiga qarshi otlanadi. 1221-yil
25-noyabrda Sind daryosi bo'yida mash'um jangda jasorat va shijoat bilan kurashgan Jaloliddin Manguberdi mag'lub bo'lsa ham dushmanni Chingizxon e'tiboriga sazovor bo'ldi. 1224-yilda Shimoliy Hindiston hududida davlatni mustahkamlash uchun olib borgan kurashlari mo'g'ullarning Hindistonga yo'lni berkitib turdi. Lekin mahalliy hokimlarning o'rinsiz qarshiliklari Jaloliddin Manguberdining Iroqqa yuz tutishiga sabab bo'ldi. Bu yerda Kirmon, Isfahon hokimlari va ukasi G'iyosiddin Pirshoh amirlari Jaloliddin Manguberdi hokimiyatini tan oldilar. 1225-yildan 1230-yillarda Jaloliddin Manguberdi Ozarbayjon, Gruziya, Iroq hududlarini mahalliy hokimlarni bo'ysundirib, bu hududga bosib kirgan. Mo'g'ul qo'shinlarini bir necha bor 1227, 1228, 1230-yillarda tor-mor etdi. Konya sultoni Alo'ddin Kayqubot muxolif kuchlarni Jaloliddin Manguberdiga qarshi birlashtirdi. Bu holatda Jaloliddin Manguberdining ikkita dushman orasida qolishiga olib keldi. Ahillik va birlikning yo'qligi, aldov va xoinliklar chet el bosqinchilariga qarshi ozodlik bayrog'ini yuksak ko'targan Jaloliddin Manguberdining tinkasini quritdi va 1231-yilda u Kurdiston tog'larida fojiali ravishda halok bo'ldi. 1999-yil noyabrda yurtimizda Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800-yilligi keng nishonlandi va Xorazmda xalqning bu qahramon farzandiga ulug'vor haykal o'rnatildi. Va shuning bilan mana shu ma'ruzamiz tamom. E'tiborlaringiz uchun rahmat.